O'sh shahrining markaziy bozorida ish ertalab temirchilarning taqir-tuquri bilan boshlanadi. Bu holat O'shda qadimdan davom etib kelmoqda. O'sh nafaqat Qirg'izistonda, balki Farg'ona vodiysida ham eng qadimiy shaharlardan biridir. Bu shahar qadimdan hunarmandlar bilan dunyoga dong'i ketgan bo'lsa, bugunga kelib taraqqiylashish natijasida ushbu hunarmandlar soni asta-sekin siyraklashib bormoqda. Avvallari o'zaro raqobat bilan pichoq yasaydigan 10 dan ortiq hunarmandlardan hozirda markaziy bozorda faqat Bahrom Ashurov xaridorlar talabini bajarmoqda. U nafaqat O'shda, balki janubiy hudud bo'yicha yagona pichoqchi hisoblanadi. Necha yasharimizdaligini bilmaymiz-ku. Kichkinaligimizdan shu bilan shug'ullanamiz. Biz ham bolalarimiz 10-15 ga kirishdan boshlaydi. Hozir 15 yashar o'g'lim ham tushyapti, işte boshladi ya. 4 avloddan buyon davom etib kelayotgan pichoqchilikni Ashurovlar oilasidan faqat oilaning eng kenjasi Bahrom aka davom ettirmoqda. 30 yildan ortiqroq bu kasb bilan shug'ullangan otasi Muhammadjon Ashurov hozir qariyalik gashtini surmoqda. Pichoqchilikning hech qanday siri yo'q, faqatgina chin dildan mehnat qilinsa bo'ldi, deydi qahramonimiz. Bitta pichoq yasash uchun bir 3 kun 4 kun vaqt ketadi. Biz aslida mana bu aboymalardan yasaymiz. Yine mana klapurlardan yasaladi, resorlardan yasaladi. Soplarini to'pos shaqlaridan qilamiz. Olovda toblangan temir quyma toshlar ko'rigidan o'tadi. Hozir mana o'tdan chiqdi endi bu. Endi buni chaqlaymiz, mana birinchi toshi. Undan keyin bu toshga tushadi, undan keyin bu tosh, ya'ni ikkita toshimiz bor. Unga tushib, keyin tayyor bo'ladi. Bu pichoqchilikning mehnati qiyinligi uchun pichoqchilar qilmayla qo'ydi-da, bu juda ham mehnati ko'p. Bitta pichoqni necha kunda pishgani uchun shogirdlar ham chidamaydi, shuning uchun shogird ham bizda yo'q. O'zimiz otamizning hunarligi uchun biz majbur qilamiz. Bo'lmasa bu hunar yo'qolib ketardi. Endi shu hunar yo'qolmasin deb majbur biz qilyapmiz hozir. Oddiy ro'zg'or buyumi sifatida foydalaniladigan pichoqning birgina dastasi yasalishi ham o'ziga xos san'at darajasiga yetadi. Dastalar o'lkamizda yashaydigan kiyik, arxar, bundan tashqari Qozog'iston, Rossiyadan keltirilgan hayvon shoxlaridan yasaladi. Bitta kiyik shoxidan 5-6 ta pichoq dastali bo'ladi. Bitta pichoq tayyorlangan mahsuloti hamda dastasiga qarab 500 so'mdan 2000 so'mgacha sotiladi. Mana bu pichoqlarni qilamiz desak, ko'proq vaqt ketib qoladi. Ularga o'ziga 2 soat, 3 soat vaqt ketsa, shu bilan bir kunga borib qoladi. Sopini qo'yish o'zi. Mana ular endi boshlasangiz ertalabdan kechgacha sopini qilsangiz bo'ladi. Agar polniy bitkizaman desangiz 2-3 kun vaqt ketib qoladi. 20 yildan ortiq pichoqchilik bilan shug'ullangan Avazbek Umarov hozir bozorda hunaridan olis ketmagan holda kasbdoshi Bahrom Ashurov yasagan pichoqlar savdosi bilan shug'ullanib keladi. Bu hunarda siyraklashib borishi sababini quyidagicha tushuntirib o'tadi. Buni ishi ham zarar, nimaki biz ham qarib qoldik-da, biz ham pesay chiqamiz-da. Zarar, mana shu yerda tashib qilganda bu namordniyda o'tirib ko'ryapsizmi? Zararli narsa yutyapti. Bizga hech kim sut bermayapti. Oldin ham bittaniga sut berardi. Hozir ham nima qilyapti? Endi yoshlar qilyapti-da, qarilarga o'zi qolmay qoldi. Bunda zaharli modda chiqadi-da, anaqa charqqa solganda. O'shning pichoqlarini chet ellarda uchratishimizga sababchi bo'layotgan Bahrom akaga asosan sayyohlardan buyurtmalar tushadi. Shuningdek, mahalliy qassoblar, milliy pichoq ishtiyoqmandlari ham qahramonimizga murojaat qilishadi. Rahmat usta. Bo'pti. Bu yerda pichoqlarni eng yaxshi sapatli jasaydi. O'shondiqdan bu yerga kelib zakaz qildim. Ko'pga chidaydi-da, o'shoning uchun keldim. Janubda yolg'iz qolgan pichoqchi o'z ishidan faxrlanadi. Qirg'izistonga hunarim orqali foydam tekkanidan xursandman, deydi u. O'zbekistonda chus, sharxon deb yozib chiqaradi-da pichoqlarga. Shuning uchun u ko'proq chustikimi, sharxondikimi deb so'raydi pichoqlarni. Biz o'zimizda O'shda pichoq qilayotganini ham odamlar uncha bilmaydi. Ularnikidan ko'ra biznikini kачествосini ham yaxshi qilib, O'sh deb yozib, shu O'shdan qilinganligini tanityapmiz. Bungacha u pichoqning 30 dan ortiq turini yasagan. Ajdodlardan qolgan hunari orqali 5 bolani voyaga yetkazayotgan qahramonimizni pichoqchilikning kelajagi o'ylantiradi. Biroq u hunarini o'g'li davom ettirayotganidan xursandligini yashirmadi. Hilol Ashurova, Samad Paratov,